3 nafar farzandi bor onaning kuni. Mana kechki ovqatga tayyorgarlik. Kuyib pishib piyozlarni qovurmoqdaman. Bugun menyumizda 5 barmoq. 5 barmog'imizda go'shti yo'q, xamir bilan piyoz. Menga katta qizim yordam bermoqda. Kichkinasi esa o'ynash bilan ovora. Orada o'g'lim ham tiqilib turadi videoga. Blogerlikka nomzod. Ovqatimiz ham pishdi mana. Endi jo'jalarimizni sekin aylantirishga chiqasak mana. Menga yordamchilarim yordamlashadi. Bu yilgi hosilimizdan mana kichkina namunalar. Pomidorlarimiz so'ygan mana aka. Endi shaftollar yuvib dasturxonga joylasak. Ovqatlanamanmi desam, qayoqda? Bular hamma joyi to's to'polon qilib tashashgan. Orada o'tirib, RoboForex'dagi robotim ishlagan natijalarini ko'rib, kunimni yakunladim.